Assalomu alaykum. Bugungi video obzorimizda afsonaviy yuk mashinasi ZIL haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Afzalliklari va kamchiliklarini aytib o'tamiz. ZIL mashinasi bir vaqtlari har bir ko'chada va har bir qurilishda va har bir harbiy bazada xizmat etgan. ZIL zavodi 1916-yilda Moskvada asos solingan, birinchi bo'lib ammo keyin ZIS va oxiri ZIL deb aytilgan. Zavod 100 minglab mashina ishlab chiqargan, eng mashhuri ZIL 130 bo'lgan. ZIL 130 oddiy lekin ishonchli yuk mashinasi. Yana bir mashhur model ZIL 131. U baland va mustahkam va asosan harbiy bazalarda xizmat etgan. Afzalliklari va kamchiliklari: afzalligi chidamliligi va oddiyligi. Chidamliligi yo'l tanlamaydi, suvda ham, tog'da ham yuraveradi. Kamchiligi yoqilg'i rasodi ko'p bo'lgan. Hozirgi kunda ZIL mashinasi ishlab chiqarilmaydi, lekin O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, balki butun O'rta Osiyoda ehtiyot qismlari topiladi. ZIL mashinasi oddiy transport emas, ota-bobolarimizning mehnati va xotirasining bir bo'lagi.